İnanımda Urganchda tozagan avtobuslarning ichidagi kameralar doğrudan-doğru uzatib turibdi. İnanımda sen yo'nalishlar bo'yicha har bir bekat bo'yicha ko'rsatiladigan. O'zi aynan mana shu avtobuslar temasi bo'yicha, ya'ni konditsioner necha gradusda o'zi ishlashi kerak ekanini savollar ko'p kelib turibdi. Narsalarga dalili bilan ko'rsatamiz. Konditsionerlar avtobusda 26 darajadan oshgandan keyin yoqilishi kerak ekan. Ag'a, mana shu konditsioner temasi bo'yicha o'zi umumiy avtobuslar bo'yicha bir qisqacha ma'lumot bersak. Konditsioner temasi bo'yicha boshlasak. Hozirgi kunda bizning iqlimimizdan kelib chiqib 26 gradus darajada issiqdan o'tgandan keyin o'zida har bir avtobusimizda, yangi zamonaviy avtobuslarimizda klimat kontroli bor. Bu klimat kontroli avtomatik o'zi 26 gradus daraja issiqda o'tgandan keyin o'zi avtomatik yanadidan sovutgichi ishlab sovutib beradi havo. 26 gradus darajadan havo salqinlashsa o'zi 25-24 ta tushgandan keyin o'zi o'chadi avtomatikdan. Yana havo qizib boshlaydigan bo'lsa, yana qo'shiladi. Demak, bunday bo'ladi. O'zi avtomatik yanib qo'shiladi. Demak, masalan, azonki soat 9 dan o'ladi o'zi 26 bo'lmaydi-ku, 22, 23 bo'ladi. Shu vaqtlarda avtomatik o'chadi, klimat kontroli ishlamaydi. Masalan, abetda 1 da yo 2 da bo'lsa 26 dan o'tsa, shundan keyin avtomatik o'zi avtomatik qo'shilib ketadi. Uni qo'shib ajratishda iloji yo'q, klimat kontroli avtomatik ishlaydi. O'zi avtomatik ravishda o'zi qo'shilib, o'zi ajratiladi. Shuning o'zi texnika shunday tuzilgan, klimat kontrol o'zi avtomatik qo'shilinadi, o'zi ajratiladi. Keyin yana bir savol bor, hozir maktab o'quvchilari aynan avtobusdan minish tushishi bo'yicha mutening gap so'zdan chiqib o'tdi. Buni o'zi dasturni chiqib qoladi tartibi. Bu yo'lovchilar agarda 7 yoshgacha voya 7 yoshga yetmagan, maktab yoshidan yetmagan bolalarni yanında kuzatuvchisi bo'lsagina yosh bolalar besplatniy olib yurish huquqiga ega. 7 yoshdan katta bolalarimiz hammasi o'sha yoshi katta odamlar bilan bir xil pul to'lanadi. To есть validator bo'ladigan bo'lsa, uz kartalardan foydalanadigan bo'lsa 600 so'm, plastik kartalarda naqd pulda to'laydigan bo'lsa 2000 so'm. Hozirgi kunda yo'l kira haqqi shuna belgilangan bahasi uz kartlarda 600 so'm, Huma kartda 1600 so'm, transportni kartadan 1600 so'm. Faqat uz kartda 600 so'm etib belgilangan. Demak, yosh bola maktab o'quvchisining yonida kuzatuvchisi bo'lsa-gina unga mut bo'ladi. Ava. Qisqacha aytib. Katta odam pul to'laydi, yanındagi bolaga pul to'lanmaydi. Keyin yana bir savol bor, bugun aynan Urganchda bir kichik vaqt hodisa sodir bo'lgan, aynan avtobus bilan shuni bizga kamerasiga ko'rsatib bo'ladimi? Hozir 1 minut ochib beramiz buni. Yo'lovchini chiqib kelsa. Endi yo'lovchi chiqib keltirang. Avtobusning tezligi 17. Ava. Bu demak, o'sha avtobus yo'lakchasidan bu endi qarama-qarshi chiqsa baxir. Ava. Qarama-qarshi chiqsa bu Peugeot chiqatir, karamen chiqatir, uni yuboring qani. Ana tezligi, mashina tezligi bor. 8. Shu vaqtda sразу tormozga mingan vaqtda уже tezlikni tushib, ana odam urilgani. Demak, bu yerda уже ayb piyodada birinchi navbatda, chunki yuzubedan kesib o'tish mumkin emas bu bir, ikkinchisi bir qarama-qarshi yo'nalishadi, baribir baxtsiz qolsa endi nima deymiz? Bayram odamlar yetmayapti. Keyin yana bir savolim bor. Aynan hozir avval metallar 3900 so'm edi. Keyin hozir endi 5200 so'mga ko'tarilib ketdi. Sizlarda hozir rasxod tushib turibdi. Hozir rasxod bizda hisob kitobimizdan o'zi belgilangan summamiz 3900 so'm edi boshda bu avtobusga kelgan vaqti. Undan keyin 4100 so'mga chiqdi. Keyin hozirgi kunda 5200 so'm bo'ldi. Shuni biz moliya berib qo'yibmiz, shu 5200 so'mdan hisoblab berishingizni so'raymizda. Lekin hali bu 5200 dan bizga tasdiqlab berganlar yo'q. Shu faqat zarar korxonaga bo'lib turibdi. Hozir demak, o'zingiz hisobdan zararni ko'rib turibsizlar. Havo. Hatta bu bo'yicha hozir bir taklif bilan munosabat chiqqanmisizlar? Taklif bilan chiqib qo'yibmiz. Shu bizga bahasi o'zgardi. Shu baho o'zgargandan keyin moliyadan yordam so'rab, buni ko'rib chiqishlarini so'raymizda bir qator taklif berib qo'yibmiz. Shu hali yordam bermay turibdilar. Atak lekin bu metanın qimmatligi hozircha yo'l pullari hech qanday ta'sir etmaydi. Yo'q, bizda shu sistema 2000 so'm yo'l puli, hech qanday bahoni o'zgartirganimiz yo'q. Naborot, yo'lovchilarga qulaylik yaratish uchun Uzkart kartasidan foydalansa, iloji boricha naqd puldan tezroq to'xtatib, ham mana validator, to есть plastik karta tizimidan o'tirsak, 600 so'mdan aytib qo'yibmiz. Xudo xolasa yil oxiridan bo'ladi degan umiddamiz. Shu yil oxiridan 600 so'm qani hamma plastik karta o'tib ketsa, hamma plastikdan to'lasin. Naqd pul degan sistema avtobusga kerakmaydi. Hamma plastikda to'lab o'tib ketsin. Hozirgi kunda yana terminal plastik kartalar xizmatimiz bor. Например, oddiy transportniy karta, masalan, inshaalloh birinchi marta
1 soat ichida minadigan bo'lsa 1600 so'm, ikkinchi marta minsangiz 600 so'm, uchinchi marta minsangiz mut etib belgilab qo'yibmiz. Ha, bir günün özünde даже. Ha, bir günlük. Bir günün özünde. Bir günün özünde minganingizda 3 marta minganingizda size 2200 so'm tushadi da. Zo'r. 2000 so'mdan yurganingizda bu size 6000 so'm bo'ladi. Ana endi o'zlari bor. Student aminada bor, boshqasi bor. Yana bir oylik tariflar ham ko'pmiz. 160 ming so'mga bez ограничения xolancha minib tushib biladi aytib ko'pmiz. Hamma yo'nalishga minib tushadi. Любой yo'nalishi. Validatori bor sistema. Yani oddiy karta hozirgi kundan ichib o'tiribdi. Muammo bo'lib turibdi bizda yo'lovchilar bilan ko'pincha yosh katta odamlar bilmaydigan yeri bor. Uzkart karta, uzkartlikini biladi, lekin unda buning NFC emblemasi yo'q kartalarni. Ko'nalardan. Ko'na avvalgi, to есть 2024-yilga kelib uzkartma yangilandi. NFC emblemasi bor kartalar bu beskontaktni, to есть yani içine dıkıp vecet 40 fırsat emas. Oddiy deganda 40 yildan aytilib turibdi. Masalan, karta ishlamaydigan bo'lsa, ishlamadi-ku deb ishini karta bloklanganda turaveradi. Masalan, hozir o masalan yosh katta insonlar ham mana bunday NFC'si yo'q kartam deyizadi. Bunda o'zi NFC bo'lgandan keyin nima aytadi? Yo'q, hech nima deyishni aytmaydidan o'zgarishsiz turadi. Keyin ichida u seni bu vajing ishlamaydi deydi. Lekin uni eldingi minga odam, undan keyingi minga odamma ularnikidan 40 mı deb so'ramizda, "Avam unikidan 40'tı. Nechun menikidan 40 ming turibdi? Men kartani bloklab qo'ysam." Bu kartani biza bloklanmiz. Buni Toshkentda o'zi Atato programmachilar o'zlari addiy bir uyushma Niçik ularda eğer de karta o'g'irlanadigan, yo'qotilinadigan bo'lsa, karta 5 marta dizilinadigan bo'lsa, puli yo'q holatida avtomatik blokirovkaga tushadi. Yine oddiy dizganda, masalan, yine kartani dizamiz. Karta bloklangandan yozibdi. O'zi 5 marta podratyana dizildimi, значит o'g'irlangan, birov foydalanmaslik uchun blokirovkaga tushadi. Uni ishim maxsus o'zining spesial nomeri bor. 78 140 08 08 raqamına telefon tutup adı familiyasını aytsa, o'zini adındaki kartasını aytadi. Даже qachon qirqilgani, yana shunday muammo bo'lib turibdi. Bize shunday variant aytib qo'yamiz. Yanında yo'lovchining yanında puli yo'q. Kartasından puli yo'q. Nechga bo'ladi? Mingan vaqtida kartasini dizlik ko'radi. Shu vaqt 40 dan aytib qo'yamiz. Qarzini ishidi. Qarzini ishidi. Shtobi kartasına pul tushgan vaqti shu vaqt 40 miydi lekin. Kaçan yeni avtobusdan pozisyon etadi. Faydalangan vaqti kartasini dizgan vaqti 40 da kartasini. Shuning uchun ko'p odam tushunchasi boshqacha bo'lib turibdi. Men kartamdan 2 marta pul 40-ku deydi. 2 marta 40 miydi? 1 marta 40 qiladi, avvalgi safarqi qarzini 40 qiladi. 10 gün eldim mindimi? Bir gün eldin kartasında pul yo'q bo'ldi. Bir oy eldim mindimi? Shu vaqt kartasında pul yo'q bo'lgan vaqtida qarzini ishlayam bo'ladi. Shu pulni shu vaqt qirqadi. Keyin ikkinchi marta yana bir deyizgan vaqti to'lanadi. Endi hozir masalan kartani yana bir marta deyizganimizda to'lanadi. Qachon qirqilganini saytini ham chiqaradi yana. 1855 da qirqilgan deb aytadi. Shu bir kartani ikkinchi marta deyish uchun bu transportni kartani 5 minut oraliq. Agarda Uzkart, Huma karta bo'ladigan bo'lsa, oraliqsiz aytib qo'yamiz. Mesela yanında balası bilen çıkarı var. Ya bu ansa ailesi bilen 3-4 bol çıkardı. Lekin yanında pulu yok. Bu kartasını bir mertebe dizip durup adamla ötürüşü gerek. Şunu yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida shu narsani chiqardik. Bir kartadan izindan keyin 4-5 marta to'lab bilan etdik. Fakat Uzkart bilan Humada. Zo'r. Xullas, Suryanshdagi toza kelgan avtobuslarda bu narsa ko'nalaridan bor adashmasam. Hammasi Isuzu'larimizdan var. Shahar içinde yo'nalishida yurib turgan barcha avtobuslarımızda validator bor. Shahar ichida. Xullas, shunaqa gaplar agar bu videoning iloji boricha yosh kattaroq insonlarga ko'na berib bilamiz. Ko'pchilikda ko'na plastik qolgan NFC yo'q. Shuning uchun paqirtmaydi, keyin odamlarimizdan xato tushunib turibdi. Iloji boricha mana shu ko'rsatgan narsalarimizni barcha odamlarga berib tushuntirib qo'ysangiz ham çok zo'r bo'ladi. Ayniqsa, inan bu xabarni men aytib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Bir kunda agar 2 martadan bo'lsa, birinchisini 1600, ikkinchisini 600, uchinchisini o'zi besplatniy bo'lib ketadi ekan. Ma'lum, bam zo'r narsa ayniqsa. Arkasında yana Uzkartı. 1000 so'm skitkasi 600 so'm qiladi, 1600 so'm validator bahasi belgilangan. 600 so'm qilinadi. 1 minut tushgan. 3 marta minut tushadigan bo'lsa, buniki 1800 so'm. Zo'r.
Xullas, Urganchdagi avtobuslar shunaqa gaplayna, konditsioner ishlashlari namozni ko'rdik. Endi yana ichine gradusi 25 ga tushdina, 25 ga qo'yilgan. Bu gradus ichi masalan qiziq ketsa 27-28 bo'lsa, Ana, konditsioner qo'shib ishlaydi ekan. Agar 25 bo'lsa, konditsioner o'chirgandan prosto nayroq sovuqni uxlatib turadi ekan. Sal yarim joy havoni uxlatib turadi. Ya'ni bir xil gradusni klimat kontrolini tutish uchun. Bu odamlarni hayoti xavfsizlik uchun, kasal bo'lmasligi uchun aytilgan narsadan bu. Masalan, biri sovuq havo doğru yemaydi, kasallanishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun klimat kontrol o'zi avtomatik tuzadi. 25 daraja iliq sovuqlikni qo'yadi. Shu 25 dan oshirmaydi, tushirmaydi. Agarda issiq ketadigan bo'lsa, o'zi avtomatik qo'shilinadi. 26 gradusdan o'tgandan qo'shilinadi. Keyin yana 25 darajada iliqlikka kelib qo'yadi. Chiqilib bir xil gradusni tutadi ekan. 25 ta qo'ysangiz 25 ni tutadi, o'tkizsa, masalan 23, 22 sovuqatib bersa, sразу qizdirish uchun harakat etadi, 25 ga tutadi. Agarda sovuq qishki vaj bo'ladigan bo'lsa, o'zi yana tuzadi shu. Bu qishning kunlarida bo'ladigan narsa, qishda sovuq bo'lgan hisobini o'zi qizdiradi mashina ichini temperatura. Чтобы odam kasal bo'lmasligi uchun aytilgan narsadan bu. Xullas, shunaqa gaplarni shu narsalarni aytib yetkazib qo'ydik. Oydimi? Tushunib, qilib yetkazib aytib bildik.